Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 25-aprel haftaning juma kuni. Hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin. Bugun ko'rib turganlaringda yana zavodimizdan, birinchi zavodimizdan video qilyapmiz. Pishgan qishloqlarni shu yoritishga, qanaqa chiqayotganligini ko'rsatishga hammasini batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Eslatib o'tamiz, zavod egalaridan, texnikalarimiz ham o'zimizdan, zavod ham o'zimizniki. Birinchi qo'lda istab yurganlar uchun ayni muddao mana shu birinchi qo'limiz. Texnikalarimiz, zavodlarimiz o'zimizdan yetkazib berish, xudo xolsa muammo bo'lgani yo'q, jinday ochiliblar bor. Qishlarimizni ko'rib o'tganlaringda ranglari atlasli holatda ko'pchilik shu sifatini so'raganlar uchun mana yaqin atrofdan ko'rsatib o'tamiz. Bu hozir 10 mingtalik mashinamiz tayyor bo'lyapti. Bu mashinamiz Namangan viloyati Jamashoy tumaniga ketyapti. Jamashoy tumaniga ko'radiganlar bo'lsa, telefon raqamlarini beramiz, lokatsiyalarini tashlab beramiz. O'tib bemalol ko'rishlari mumkin holatlarini. 10 mingtalikning ichida sinovlari nihoyatda kam holatda chiqadi. Ko'rib turganlaringdek hammasi butun yuklanadi. Sinovlari kerak bo'lsa tepasiga ortiqcha qilib tashlab qo'yiladi. Sanoqlariga bo'linib ketmasligiga garantiya beriladi. Ko'pchilik sho'rdan muammo qilishadi. Xudo xolsa sho'rlashi, xudo xolsa klientlardan murojaat tushgani yo'q. Endi oz-moz bo'lishi mumkin deb aytilyapti oldindan. Xudo xolsa ovozlari nihoyatda zo'r, hali ko'pchilik sariqni so'raganlar. Sarig'i jinni mo'rtroq ham bo'ladi. Bu nihoyatda mustahkam. Ko'rib o'tganlaringdek mustahkam bo'ladi. Qizili bilan oqini urishtirilyapti. Qizil ham qip-qizil emas, atlasli holatda bo'ladi. Bu ishlarimiz обычный standart deyshadi ko'pchilik. 6 li ishlar bo'ladi. Kimga shunday qishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Ko'pchilik shu telefoningizga tushib bo'lmayapti, ishlaydigan nomer qo'ymaysizmi deganlar uchun ko'rib turganlaringda bu yerda cho'l, antenna chiqmaydi. O'shanga oldindan aytib o'tamiz. Viloyatda, tumanda aytib o'tsalang, 3 mingtalikda, 5 mingtalikda, 10 mingtalikda hammasining narxini tashlab qo'yiladi. SMS qilib jo'natib qo'yaverasizlar. Mabodo tusha olmaganlar bo'lsa. Hozir yuklanish jarayonlari ketyapti. Hozir pastdagi holatlarni, xumdonning ichidagi holatlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib o'tganlaringni pastdagi holatlari. Hozir ichkaridagi holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turganlaringni hozir u tarafida yuklanyapti. Bu tarafida yuklanib bo'lgan joyi. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.